bizim sanatçı Muhammad Yusuf'un so'zlari icro etilgan qo'shiq qo'limdan kelgancha aytib beraman. Rubob bo'lganda yaxshi chiqardim, rubob sanashga harakat qilaman. Bugün bayram ruxsat beramiz, to'g'rimi? Faqat hali kayfiyatlarni tushib ketmasin. Afg'onistonda 1979-1989 yillarda Sovet qo'shinlari tarkibida Afg'onistonda cheklangan kontingentda xizmat qilib o'sha yerda qismatda endi o'sha Afg'onistonda halok bo'lgan barcha o'zbek yigitlariga bag'ishlangan Muhammad Yusuf so'zi. Hindiqishdan taraladi bir nola, yuraklarni titratgan zir-zir nola. Qarang qonga botib yotar qirdana, mangu armon bo'lib ketgan o'g'lonlar. Botirmidi, bahodirmi otingiz, qoldi dilda muhrlanib yodingiz. Jaloliddin axir sizni zotingiz, Temuriylar axir sizni zotingiz. Afg'oniston bo'lib ketgan o'g'lonlar, mardu maydon bo'lib ketgan o'g'lonlar. Ham axir bir mushtipar onaning tilab olgan yolg'iz o'g'li edingiz. Qaytmas bo'lib qaro yerga ketdingiz. Mulki afg'on bo'lib ketgan o'g'lonlar, Afg'oniston bo'lib ketgan o'g'lonlar, Afg'oniston bo'lib ketgan o'g'lonlar. Biz sizni bir umr kutib yashaymiz. Sog'inchni yurakka yutib yashaymiz. Umid kabutarin yaralariga xotiradan malham tutib yashaymiz. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Azizlar, kayfiyat tushmasin. Tiriklarni ham qadriga yetishimiz shart. Bayramingiz muborak bo'lsin.